Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderlik dünyanın her qaysı joylaridagi pidai ekranının görürmenleri hammalarning şu vakti ve bunun keyingi vakti hayırlı olsun. Bugün Kur'an'dan nazar programımızda 20. saniye yani umumusan biz bugün yeni sohbet edip barımız. Qanday havaları yaxshi abdan tutulma. Assalamu alaykum. Qaziyalar qarindoshlar, qanday havalanma. Qanday qildim jamatullah. Bizmi yaxshi imtihonni birib oldik. Bizdeki Fidoyi qarindoshimiz yordam qildi. Yaxshi. Rahmat. Sizga nihoyat yaxshi dars qildilar. Bugün şu dua ve istiğfarı doğruluk temini doktor ekanmiz ustoz. Bu dua ve istiğfar o ikisi ufqum qachon. Biz aldılar şu ufqumlar doğruluk bizga tushuntirib berdilar. O dua degan zodi nima? Onu degan istiğfar doğruluk. Assalamu alaykum. Dünyada qaysi joylardagi qarindoshlar, hammalarimiz vaqt xayrli bo'lsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün şu dua ve istiğfar hakkında toxtalamiz. Dua kelimesi chaqirish, da'vat qilish degan ma'nolarni ifodalaydi. Qur'oni Karimda nayet köp yer geldi bu dua kelimesi. Yani şunun içinden örnek sifatida Estağfirullah. Sure Arab'daki 55. ayetinde Ud'u rabbakum tadarruan ve khufye innehu la yuhibbul mu'tadin degan şu ayetning o'zidimi? Sizlar Rabbingizga nayeti hurmat bildigan asosda, zar tazarruh qilgan asosda Allah Taala'nın aldıda hata bir işini qilib qo'yishdan qo'rqqan asosda dua qilinadi. Dua qilinadi degani bu yerda arzu ma'nosini bor buniki, yuqoriga bo'lgan joyda arzu ma'nosida bo'ladi. Da'vat qilish, chaqirish ma'nosi bo'lmaydi odatda. Yani Allah Taala'dan ishning to'g'ri bo'lishini, ish qilish jarayonida o'tkazgan xatolik, kamchilik bo'lsa, uning o'zini kechirishni tilanglar, arzu qilinglar degan ma'noda bo'ldi bu. Innehu la yuhibbul mu'tadin. Allah Taala tajovuzchini yaxshi ko'rmaydi. Yana bir Sura Baqara 221-oyatida nikah borasidagi oyatga bunida ulayki yad'una ilan nar vallohu yad'u ilal jannati val mag'firati bi izni degan mush oyatning o'zidimi? Ular sizlarni jahannamga chaqirdi, Alloh taolo sizlarni jannat bilan kechirimga chaqirdi o'zining izni bilan. Degan mush oyatning o'zida bu yerdagi da'o kelimasi chaqirish ma'nosida. Nurg'un o'zida kelimalar bor, ularga o'xshamagan o'rinda, ma'no o'xshamagan holatda ifoda berdi. Misol, duo kelimasi yuqoridan tovanga, ya'ni Alloh taoloning insonga bo'lgan vaqtda chaqirish ma'nosida bo'ldi. İnsandan Allah Taala bo'lgan vaqtda arzu qilish ma'nosiga keldi. Allah Taala'nın mandaq narsani arzu qilma degan ma'noda Alloh duo qilma degan, ya'ni Allohning mushunda qilib berishni men arzu qilma degan mandaq ma'noda bo'ldi. Endi bu duo asosan qilmoqchi bo'lgan, oldida qilmoqchi bo'lgan ishqa yoki bo'lmay qilayotgan ishqa yoki bo'lmaydi qilib ishini tamomlagan bir ishqa qarta qilindi. Yani qilmoqchi bo'lgan ishqa deydi, endi odatda onuki Peygamber Aleyhisselam'daki nimelerden bu uruş meydana kelip urushga kirmoqchi endi. Urush boshlanmoqchi. Aşı vaqtning o'zida bütün o'zi askarlarning oldida duo qilib, ularning nihoyat o'zi irodatli bo'lishini, Alloh taolo uni kuch-quvvat berish haqida shunday biz duo qilib, Alloh ey Xudo bizga yordam qilgin degan ma'noda duo qildi. Bundaq duoni qilishga bo'ldi degan gap.
Ama hiç kandak iş kılmaslık şartı ölen. Fakat Allah Teala'nın tileş şartı ölen dua kılınmaydı. Onda duanı Allah Teala çekleydi. Hem onunla Kur'an-ı Kerim'de lima tekulunu ma la tef'alun degan ayet var. Kur'an-ı Kerim'de sizler kılmaydıgan narsanızı nemiş deysizler onu deydi. Ahırsıda kebure mekten indallah degan şu ayetin ahırsıda aşı var. Bir narsani arzu qilib o'zi deb turib, andaki uni qilmaganlik Alloh taoloning oldida bir jinoyat ekanligini Alloh taolo bayon qildi. Ayolma Sura Baqara'niki 127-oyatida ve iz yerfa'u İbrahimul qavaide minel beyti ve İsmail Rabbana taqabbal minna inneke antes semiul alim degan mush oyatning o'zidimi İbrahim alayhissalom, İsmail alayhissalom Ka'bani salatga vaqtida ey Xudo bizning mush qilgan ishimizni qabul qilgin. Sizning roziligini izlab mushni qilyapmiz, Ka'bani salyapmiz. Hem bunu da xatolik o'tkazgan bo'lsak yo kamchilik o'tkazgan bo'lsak, buni kechirgin va bizning mush ishimizning o'zini insonlar kelib o'zi sizning uchun o'z sajda qilib, ruku qilib qildigan ya qilishga sen buyurding. Shuni biz qilyapmiz, ashni sen qabul qilgin degan ma'noda bo'ldi bu. Demek ki bu yer nima desa, bir ishni qilayotgan vaqtida qilayotgan ishniki bilib bilmay deydi endi, bilib bilmay kamchilik o'tkazib qo'ygan, bilib bilmay xato qilib qo'ygan yerlar bo'lib qolsa, Alloh taolaning shuni kechirish uchun kechirishning o'zini tilaymiz deb qilingan duo degan gap. Duoni shunday ayat qilindi. Yana mana bu Sura Baqara'niki 286-oyatida La yukellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha mektesebat. Rabbena la tu'akhizna in nesina ve akhtana Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala lezine min qablina degan mushu oxirgi vaqtdagi mushu bir oyatning o'zida inson o'ziniki leha ma kesebet ve aleyha mektesebat degan bu o'zi qilgan ishi qarta bo'layotgan gapini. Qilgan ishi o adamdaki to'g'ri ish qilgan bo'lsa, odamning o'zi foydali ish bo'ldi, ziyonli ish qilgan bo'lsa, uniki bu ish o odamga ziyonli günah, jinoyat bir ish bo'ladi degan bo'ldi. Shu vaqtda odam Rabbana la tu'akhizna in nasina va akhtana deganni agar biz mushu bir sining buyrug'ini ijro qilish jarayonida biz shuningda bir xatolik o'tkazib qolgan bo'lsak yoki ba'zan yerlarni unutib qolgan bo'lsak, shuni kechirgin deb o'zilik qilayotgan ishidan İşiniki hem de şu insanlıkta unutib qoldigan, xato qilgan ishlar bo'lganligi uchun shundaq yani biz bilib bilmay bunda qilgan bo'lsak, aşı kechirgin degan bo'ldi degan bu. Qur'on buni buyuryapti deydi. Ama hech qanday ish qilmay Qur'oni Karimni ruhiy bir holatga kelib, Qur'oni Karimni o'qib duo qilib, mushuni duo qilsam mening ishim o'zi hal bo'lib ketamiki, mening ishim oldiga bosamiki, bu ishni to'g'ri qilmay yoki qilmay joyida yetib turib Mundaq qilishni Alloh taolo Qur'oni Karimda hech qanday bir yerda bayon qilmoqda. Yana yig'ib aytgan vaqtida duo qilishdan maqsad nima degan vaqtida duo qilishdan maqsad bir tarafdan qilmoqchi bo'lgan arzu armonini Alloh taologa sunish va uni amaliyot qilish. Yılqı xislatlik dualar yoki bo'lmasa ma duoni mancha min qatam o'qisa anda bo'ladi, manda bo'ladi degan gaplar. Bunu Kur'an'da yok desler. O yok. Hiç kandak özü bir duanı kılıp maçılık sevapını alıdığan. Yakınmaydı bir yerden yani cehennemde kutulduğan, cennet kirdiğan haletteki bir dua yok. O cennetke, cehennemge ekirdiğan nesini imamdı. Diye vakti dua mı ya ki emel mi diye vakti emel. İnsan Allah'ın tuğunuğun asasta Allah Teala buyurgan işlerini emeliyatte Allah gözetken usul boyunca, yol boyunca kığa vakıda şu emel insandaki özü geleceğini kutkuzudu. O adamını cennet getirir diyen gibi. Yani bu işte kılıç öner cennet girem diye vakıda yani Allah Teala her bir işqa takva kelimesine koşudu. Takva kelimesi Kur'an-ı Kerim nacih tılgılındı. Takva kelimesi o nemini bildirir dese her bir işini kığa vakıda misal gerçi o işinin özü sevap bo'lgan, to'g'ri Qur'oni Karim buyurgan ish bo'lgan taqdirda bu. Bosh ishni to'g'ri qilish yana bir masalamdi. To'g'ri qilish, to'g'ri o'rinda qilish,
to'g'ri vaqtda qilish, to'g'ri yagi qilish bu o'zi nihoyatda muhim bir masala. Uning uchun bir ishni qildim deb lekin buni to'g'ri yagi qilyapamdi, to'g'ri vaqtda qilyapamdi, uni surishti qilmaydigan paloq bo'lib qilish, uning o'zi o xatolikdan saqlangan bo'lmaydi degan gap. Bu halqa misol bir mevani pishgan chog'da lekin uzib yesak, uniki bu meva ta'mi bo'ladi, uni lazzat berdi degan gap. Xuddi shunga o'xshash, u ishniki vaqt sharoiti yetilmagan yoki o'tib ketgan vaqtida qilishning o'zi bu to'g'ri bo'lmaydi degan gap. Undan boshqa yana masalan ba'zi o'rinda hozirgi bizning ahvolimiz misol olgan vaqtida kurash qilish, Xitoy qarshi kurash qilish ishlarining o'zida g'arb davlatlarda faqatla shu davlatniki rahbarlar yoki tashkilotlar ko'rishish orqali derdimizni anlatib, ularga ani qilib bersanlar, mani qilib bersanlar deb shu arzu armonlarimizni bildiramiz, xolos, uni cho'ng ishni qilolmaymiz. Biz namoyish qilamiz. Agar bir ish boshlanib, vatanning ishi masalan boshlanib, shu tümütazan qo'limizga qilib turib qilgan ish qilib qolgan vaqtida yana men musha turib namoyish qilaman. Musha turib men shu xalqaro ko'rishni shu ishni ashunda xalqaroni kuch bilan hal qilaman deb turib olishning o'zi ham xato bo'ldi degan. Şoňa her işning özüne bu işden misal emeli iş qilish yana madaşet qavati qoralliq iş qildigan yerde qoralsız iş qilma. Qoralsız iş qildigan yerde qoralliq iş qilma deyishning o'zi ham xato bo'ldi degan gap. Ammo duoniki eshitib ma'noga chiqyapti hamda lekin ashuning hamda munosabatli bo'lgandan keyin demakki her işi joyida. Yani her işni duo qilib bitirmen deyish hem hata hem o'zi her ishning o'zini bo'lmaydigan yoki qilishga vaqt yetmagan, vaqti bo'lmagan ishning o'zini amaliyot qilimi deyishning o'zimi ham xato degan gap. Endi mana duoniki nimasi kelgan vaqtida duoda asosan qilmoqchi bo'lgan yoki bo'lmaydi, qilayotgan yoki qilib bo'lgan ishlar qarta bu ishniki to'g'ri xatoligiga aniq qilib aslında biz hem de unutib qalğan ya xata qilgan yerlerimiz olsa ketiyugin deb Allah Taala dua qilish bu bo'ldi degan gap. Hem de qilmagan ish qarta, qilmay ashuna tilab turib olgan bundaq ishlar qarta Allah Taalaning bergan javobi bormi degan vaqtda bor. Misal Sura Baqarniki 200-oyatdan 202-oyatiga kelib haj faoliyati munosabati bilan deyilgan oyatgan haj faoliyati munosabatlik. Faiza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra. Faminen nasi men yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب degan mush oyatning o'zida haj faoliyatini ado qilib bo'lgandan keyin hojilar ular o'zi Alloh taolaga duo qilib Rabbana atina fid dunya hasana va fid dunya hasana nima Rabbana atina fid dunya yani Xudo bizga dunyolikni bersan degan deb shunday duo qilgan odamlarga Alloh taolaning aytsa va ma lahu fil akhirati min xalaq. Bu odamlarga oxiratda hech qanday nasib bo'lmaydi. Chunki u haj qilishdan nurg'un odamlar misol men hojit esim deb qilgan odamlar bo'ladi. Bu haj qilsam mening ishim bek men ketaymi degan maqsad qilgan insonlar bo'ladi. Har xil niyati bo'lgandan keyin Alloh taolo bu yerda dunyolikni maqsad qilib qilgan odamlarniki qilgan o'zi haj faoliyati jarayonida qilgan ishlarga hech qanday oxirat nasibi bo'lmaydi deb bayon qilmoqlik. Hem ikkinchi bo'lim o'tsa va minhum man yaqulu robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azabannar degan deb hamda dunyo va oxiratligimni bergin. Dunyo va oxiratda menga yaxshilik ato qilgin deb shundaq o'zi duo qilgan odamlarga Alloh taoloning bergan javobi nima desa ulayka lahum mimma kasabu. Bu adamlarga berildigan narsa bu adamning qilgan tushliq berildi. Yani dünyada qanchalik ishni qilgan bo'lsa,
şunun layık, dünyada verilgan näsim şunun layık boludu. Ahirette berilgan ecirmi şunun layık boludu degan gap. Dünyada kichkina bir ishni qilib qo'yib, ben qag'ini Xudodan tilab, Xudoga dasmaslik qo'ydim deb o'ltirsa, u narsa birisi o'nib ketgan bundaq ishlar mavjud emas degan gap. Yani o'zi bu duo aslida bundaq dunyo va oxiratga nasib qilgan andaq mandaq deb bundaq ko'z oldida turayotgan, masalan, dehqonchilik, tijorat yoki har xil sohadagi o'zining tirikchilikka munosabatli ishlarda Xudoga kelib duo qilib turaverishning o'zini Alloh taolo bu yerda nima qilyapti desa, bu unchalar to'g'ri narsa emas ekanligini. Uni qarata mendan tilimay, sen shuni loyiq ishla deyotganligini ko'rsatdi bu yerda. Ulayka lahum mimma kasabu deganning o'zi bu yerga kelib tilab turgandan ashuni loyiq ishla. Nimadan bor? Sura Hajdima. Fa iza quziyat salatu fa'tashiru fil ardi va batahu min fazillah degan oyatning o'zidimi namozni ado qilib bo'lgandan keyin berib har odam o'zining kasb doirasi ichida o'zi qila oladigan ishlarni qilib Alloh taoloning fazilati deganni ham dunyodagi tirikchilik topilgan narsani shuni topsin degan gap endi. Yana Sura Ali İmran'daki 190 ayetinden 194. ayetigeçilik İnne fi halqis semawati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil albab ellezine yezkurunallaha qiyamen ve qu'uden ve ala junubihim ve yetefekkerun fi halqis semawati vel ardi Rabbena ma halaqta haza batilan subhanek faqina azaben nar Rabbena inneke men tudkhilun nare faqad ahzaytehu ve ma lizzalimin min ansar Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennâ Rabbena fa'fir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffena ma'al ebrar. Rabbena ve atina ma va'adtena ala rusulike ve la tuhsina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'ad. Diyen bu şu 4 ayet genemdi. Bu 4 ayetin özü de Allah Teala'nın şunda düşengen, Allah Teala'nın ki yaratkan kainatların düşünüş arqılıq Allah Teala'nın çeksiz kudret, çeksiz biliminin özünü düşengen. Şunda öz ademle Allah Teala'ga meni öz dözək kirib ketişimdən saxlasan, zalimlar qatarını qılmasan, peygamberlərə vəd qılğan nərsini bizə özü bəsən deb muş qılğan duaları qarta Allah Taala nima deydi desa, 195-ci ayətdə cavab verib, "Fəstəcabe lehum rabbuhum enni la udi'u amala amilin min zekarin ev unsa." Ba'dukum min ba'd. Fellezine haceru ve ukhricu min diyarihim ve uzu fi sabili ve qatalu ve qutilu la ukeffirenne anhum seyyiatihim ve la udkhilennahum cennetin tecri min tahtiha al-enhar sawaben min indillah vallahu indehu husnul sevap diyen muş ayetin özde muş yuqurq 4 tal ayetke Allah Taala cevap verip neydi dese festecabe deganning özü nurgun yerinde icabet qildi deb tarjim qilibdi. İcabet qildi deganda hamda Alloh taolo mush bersan deganning o'zini ha ma'qul men sana berdim yoki sana men beraman deb o'zi Alloh taolo dedi degan ma'noda tarjim qilindik. Bu cho'ng bir xato tarjimada. Bu yerda fastajabe lahum rabbuhum deganning o'zi ularning Rabbiyan Parvardigor ularga cevap verip ne dedi dese enni la udi'u amale amilin min zekerin ev unsa. Mesleğin er olsun, ayal olsun, emeli iş kılan adamlarındaki işiniz ayağı kılmayın. Bu ne diye oldu? Emeli iş kıl. Keşke olsa anı ve manı ve de tilep olturmaysan, emeli iş kıl. Emeli sana yardım verdim, sana aklını verdim, sana doğru yolu gösterdiğin Kur'an'ı verdim, kitabını verdim, kuş kuvvetini verdim şu özellikle nemsi layık. Hem sen şu neslini işkisel arqılıq doğru yol öğren, sen iş kıl, emeli iş kıl. Dep bulup özü emeli iş kıllarındaki la udi'u amele amili min zekerin ev unsa. Er olsun, ayal olsun, ulanıki kılan işini ben zaya kılmayayım. Ne vardı da? Demek ki bu yer ne diyen bu oldu dese dua qilish bilan hech qanday bir ish bitmaydiganligini, dua qilishga bo'ladiganligini, lekin qilgan duosini loyiq ish qilish lozim ekanligini.
iş qilmay turib lekin kechki o'z Alloh taoloning beshini ag'ritib kesh duoni qilaverish hech qanday ishga yaramaydiganligini, hech qanday bir masalani hal qilmaydiganligini Alloh taolo bildiryapti degan gap. Ya'ni mana shu vaqtda Qur'oni Karimni biz ruhiy dunyodagi bir kitob olib keltirib olib, uni oyatlarni o'qib duo qilsak ijobat bo'lib bizni ishimiz hal bo'lib ketgan bundaq holatni tushunish bu butunlay xato bir narsa ekanligini. Yoki islom dini bo'lsa, yana Alloh taolo duo qilish va kaza bilanlar ham ish amalga oshirgan bir o'zi narsani bizga o'g'izgan bir narsa ekanligini, nima emas ekanligining o'zini bildiryapti-da bu yerda. To'g'ri. Ya'ni biz o'zi her ishda o'tirib lekin hech qanday bir ishni qilmay, lekin o'zi o'tirib duoni qilaversak, ishimiz tutadigan bunday bir narsa emas ekanligini, her ishda Alloh taoloning ko'rsatmasi bo'yicha ham uni loyiq, to'g'ri holat tushadigan holatda bunday ish qilish bilan ishimiz amalga oshadiganligini Alloh taolo bu yerda bizga bayon qilyapti. Shuning uchun bizda jiq bunday ishlar Cuma günü 2 rekat cuma namazını okuydu. 2 rekat namazının özüne uzunrak sözünü okuyken 4 minut 5 minut okuyup oldu. Onu da duanın özünü 1 saat kılıp aşağıda anı ve manı ve iş kılıp beğen nesini mi kömemde bu insanlar aşındak özü nurgun neslerini deylendi. Demek bu yer Allah Teala'nın deyilirse bu karşı doğru emez. Er olsun, ayal olsun bir iş kılanlar ama iş kılan adamın ki kılan işinin özünü zaya kılmayma. Bunun bizdeki atbağımızda kaldır koygan özü nemin var? Makal temsilimi de. Diğerler işleydi. İngilizce no pain no gain. Demek işleyenler işleydi diyen sözünün özünü ne diyen bolsa neymiş Kur'an-ı Kerim'nin maksatına uygun bir gap diyen gap. İşlemeye durup sen kuruq gapni qilib o'tirib, quruq duoni qilib, hech qanday narsaga erishmaysan. Yani duoni qil, tamam. Va lekin duoyingga loyiq ish qil. Ammo duoni qilib qo'yib, ish qilmaslikning o'zi ham Alloh taolo nima deydi desa, yuqorqi oyatga asosan lima taqulun ma la taf'alun degan oyatniki mazmuniga asosan u jinoyat hisoblanadi degan gap. Bir gapni qilib qo'yib, oxirsini qilmaslik. Shuning uchun bu yerdagi dua qilish, yani nurgun adamlar dua qilsak bo'lmaydi deb tushunib qolsa bo'lmaydi, lekin dua qilsin, ammo duosiga loyiq harakati bo'lish lozim. Nazariya bo'laversa, amaliyot bo'lmasa, quruq gap bilan hech qanday ishdan o'tmaydi. Iymon, butun narsa ashuna o'xshashlar. Iymonning o'zini iymonni keltirib qo'yib, Xudoni to'nib qo'yib, uningdagi oxirsida hech qanday iymonga loyiq ish qilmasa, bu odamning quruq iymoni hech qanday narsaga asqatmaydi. Xuddi shunga o'xshash dünyada bir duanı kılıp, o qilgan duasıga loyiq ishni qilmasa, o quruq duo bilan hech qanday ish bitmaydi degan gap. To'g'ri. Yana dua muhul ibodat deydigan bir gap bor. Dua ibodatlarninki jabirma? Yiligi. Bunu kadar düşünürüz hem de mesela. Bu duanın hepsiga Allah Teala'nın bergan cevabı nima desa, mayli qanday duo bo'lsin, o duoni qilib qo'yib bilgan amaliyat bo'lmagan duo hech qanday ishga yaramaydi. Qanday isil duo qilsin. Mayli yig'lab yetib olsin, bu hech qanday ishga yaramaydi-ki, uni ishga yaraydigan narsa nima desa, faqatla ameliyatda şu duanı ameliyat aylandırışı bilen işe yaraydı degan gap. Şu Kur'an-ı Kerim'de Asr suresinin özünde vel asri innel insana lafi khusr illa allazina amanu ve amilus salihati ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr degan aş ayetning özünde mi? Asr bilen qasam qilishda Alloh taoloniki. Yani biz uchun aytgan vaqtda asrlardan buyon amaliyatda shu amal geçip kelgan narsa nima desa, iymon aytgan ekan, uni amaliyat qilgan odamlar najot topgan. Alloh taolo bunday deyapti-da. To'g'ri. Uning uchun o'zi biz duoni qilib qo'yib, o duoning o'zini amaliyat qilmay turib, hech qanday ish amaliyatga aylanmaydi, najotni topolmaymiz, bizni qutqizolmaydi degan gap. Ani qo'shish masalan dunyoning tilaydigan dunyolik ani vergen, mandak dunyolik vergen de bundak dua kılgan duanın özünü Allah Teala
asosan Qur'oni Karimda bu nima qilgan nima deymiz buni? Chekilgan qatorida bir duodir bu aslida. Shuning uchun bizniki qarindoshlarimiz duoni qilsin ham duo qilma desak, yomon xafa ketib duoga o'yilib qolgan bizning millat. Ammo duodan bekarroq amaliy ishni jiqqanimiz yaxshi. Amaliy ishni jiqqizsak, u vaqtda bizning ishimiz oldiga bosadi. Alloh taolamo shu amaliy ishning o'zini Qur'oni Karimga moslashtirgan holda Qur'oni Karim ko'rsatgan yo'l bo'yicha qilsak, Alloh taolo ham rozi bo'ladi. Hem kıyamet günü Allah Teala'nınki nicatlıkka eriştirdiğin nesne şu emelimiz oldu. Tamam. Hem de yani bağımız mı nemeler? Kakkagan bilgi. Yine bir Furkan Suresi'ninki 25. Sure'ninki 77. ayet var. Şunu hem de kadar düşünümüz. Furkan Suresi'nin mi? 25. Sure'ninki 77. ayette Furkan. 25. Sure'ninki 77. ayette. Kulma ya da aşınına başlangan ayet. Kulma ya'ba'u bikum rabbi levla duaukum fakat kezzebtum fesevbet yekunu lizama diyen. Bunun özü ma'ayerki dua diyen söz. Benim davetim diyen gap bu. Çakırgım, davetim. Tamam. Benim davetim bu hem şu ahirki fakat kezzebtum fesevbet yekunu lizama diyen sözün cümlenin özü mü? Meniki davetimni sizlar yolg'onga chiqargan degan gap. Davet degan Alloh taolaning dinini degan ma'noda bu. Shuning vardı. Tamam. Ahmetcan sizlar gap qilibdimi? Ekran savol chiqarib qo'ydi shu so'rovni. Ekran to'lib ko'rolmaydimiz menga. Undaqda hech duo qilish yo'qmi? Duo qilmam duo deb so'radim. Yo'q, men duo qilish faqat yo'q degan gapni qilmadim. Duo qilishga bo'ladi. Lekin uni amaliyotda shu duoga loyiq harakat qilmay turib, u duo bilan mening ishim bitdi deb duoga tayinib turish butunlay xato degan gap. Bir, ikkinchi birisi bir odam duoni qilib, amaliyotda u duo qilgan duosi qarta ish qilmaslik jinoyat. Qur'oni Karimda lima taqulun ma la tafalun degan oyatning o'zi ashni bildirdi. Misol, siz nima ish qilmaydigan narsaga deysizlar u narsani endi. Diginingni nima ish qilmaysizlar degan gap mana shu vaqtida. Shuning uchun bu yerda duoni faqat qilishga bo'lmaydi degan gap yo'q, lekin duo qarta ish qilish lozim. Duanın ahlakıga, onunki sünnetiga rioya qilish kerak ekan. Alloh qo'yib qo'ygan duo qilib emas, o amaliy harakatlar birlashish kerak demak shu-ku. Masalan bir dehqonchilik qilmoqchi bo'lsak, dehqonchilik qilishning oldida bir duo qilib, Xudo mana shu dehqonchilikni qilish olib turyaptimi, bir barakat bergin Xudo deb duo qilamiz. Şu barakat bergin Xudo mana dehqonchilik qilyaptimi degan vaqtning o'zida biz kallamiz keltirgan narsa nima degan vaqtda, ya'ni yaxshi og'dirib, uni qig'in ravris chechib, uning urug'ini chassak, u bug'doy qo'naq va o'xshaydi, barakat tushadi o'lgan gap. Hech qanday kuch yo'q bir yer bug'doy terib qo'yib, u bug'doy jiq-jiq shuni o'la Xudo sana barakat ver degandim, qani u barakat desak, u vaqt qanday bo'ldi? Demak biz o'zimizdagi duosiga loyiq ashada ishni qilmaganlik bo'limiz nimada. Terib qo'ydim meni. Ham sen bermedin-ku desak, u vaqt bo'lmaydi. Nima ish qilsa? Terg'anga loyiq bo'lgan barakat biz shu yomon jiq bug'doy olmoqchi, yomon jiq bug'doy oldigan odam uni yaxshi ishlaydi. O'g'itni yaxshi qilib, yaxshi ishlagandan keyin u bug'doy bo'ldigan gap, undan biz hosulni yaxshi olamiz. Hech qanday narsani qilmaylik va terib qo'yib andan keyin badab o'tsak, unda hech qanday ish hal bo'lmaydi degan gap. Şu bu yerdeki mazmun to'g'ri tushunish kerak. Duo qilgan vaqtida duosi sodiq bo'lish kerak degan gap endi. Ya'ni to'g'ri ishni to'g'ri qilish kerak. Faqat duoxun bo'lish orqali o'zi hech qanday ish bitmaydi. Biz kichik vaqtida bir duo qilib oldigan
Aşu duanı okup hem de aşının olaylı keselini sakaytıdığanca o kesel hiç kim beğenmeydi o. O bir nimilini okuydu, onu nimi gidip yürsek, o Arap'ın şiirlerini okup belki dua kıl, işte dua kıl nime? Hani dua kıl kıldığında Dağhan dep koyuş, duahandan kısaltılgan gibi bakışmayın. Emin tezekkuri ciranın bizi selamin mezeşte demen cera min muhlatin bidemin degan bir narsani o'qiydi bular. Ben keyin nima mashu arabning she'r kitoblarini o'qiyotgan vaqtda beko'nib qilsam qasida burda degan bir qasida bor-ku. Qasidatun burda ha. Qasida burdiniki shu oldidagi nimalarki emin tezekkuri ciranın bizi selamin mezeşte demen cera min muhlatin bidemin emhabbatir rihu min tilqai kazimatin degan shu Ketdi ahirisigacha shu Arabniki she'risini jariyat zamonasi deymiz, ana she'rilni o'zini o'qib, bizniki millatni andaq ahmoq qilib aytgan gap. Qur'onni o'qimayapti. Biz ya'ni Arabniki tilga ashunchalar tushkun bo'lib, ashunchalik ixlos bilan ashuna she'risni o'qib qo'yasizmi? Men saqilgan bo'ldim deb yozilgan gap misol. Bundaqda əmeli işini toluq aşı özünün qayısından ravuz qılıb dua qılmasaq günahkar bulamdıq. Dua qılmasaq nima günahkar olamiz misol? Uni Alloh taolo ko'rsatgan yo'l qilganlikning o'zi to'g'ri ish hamda. Yani dua qılmasaq günah bo'lmamdı. Yani dua çünkü nima tilsang bermen dedi. Ondan başqa dua qilishga buyurilmadıq mı yani? Dua qilishga buyurildik, faqat dua qilishda Alloh taolo bizni buyurgan dua var bu yerda. Buyurgan dua qaysi desa, tövbe qilish, istig'for etish. Yani bunu Alloh taolo bizga maxsus buyurgan. Ammo ani vergin Xudoyim, mani vergin Xudoyim, Xitoydan bizni qutuldirib qo'ygin degan bu duoning o'zini, ma yuqorqi oyatning o'zida uning qartasa ish qil deydi Alloh taolo. Unda şu özleri yetiş karakterideki mezmunlar kimde? Dua asasen. Asasen bu duanı kılışta ama hazır ama tövbe istiğfar tarafga o'timiz. Aşının özünden çıkıp durupçu duanı kılışta maksat nima degan vaqtida faqat biz qilgan ishimizda o'tkazgan xatolik yo kamchilik bo'lib qolsa biz bilmay qolgancha. Shuning o'zini kechirsan degan mazmunda masalan namozni o'qigan bo'lsak namozni o'qidik ravus qilib balki o 100% bo'ldim bo'lmadim uni biz bilmaymiz bu. Şu vaqtda qilib qolgan yerlarni sen kechir deydigan bundaq bir duo bo'ladi endi. Ammo hech qanday ish qilmay turib, sen qilpa yoki men ish qilmasam meni sen jannatga kirib qo'ygin degandek bundaq duoni qilish bu butunlay quruq narsa degan gap. Dua cho'qim arabcha bo'lish kerakmi yoki har qanday tilda bo'lsa bo'ladimi? Har qanday tilda bo'lsa bo'laveradi. O'zining tilida bo'lsa yaxshi. Nima ish qilgan vaqtda o'zining tilida bo'lsa, u gapni o'zini tushundi odam. To'g'ri. Mollamның өзінің тілді қыса, хақын тыллаватамды, я қағаватамды, я яқшы нәрселерін арзу қып тілаватамды, әтрапы тұға адамды түшінеді де оны. Bu yaxşı oldu. Ondaqda duanı alılır. Mesela çoğunlardan dua ileş. Dua ile erkekler, su ile erkekler şekilde. Anadaki uluqlardan dua ileş. Ya ki hocam sil dua kıpaslar silden gelsin diyen okşaş. Bu xil duaga alaqadar başka qoida usullarımız şu. Bu emdelki bu hürmet asasidagi bir gaplar bo'yicha. Mesela ata-onadan dua elish deganning o'zimi ata-onaniki hurmatini qilib deydigan gap endi. Bu yerda o'tirib bir tomoq yeyishib qolsimi, ata-oga odam oldida duoni qilib bergan gap, u bir hurmat yuzidan bo'ladi. Cho'ng'aroq o'zimizning cho'ng'aroq bir odamning o'zi duo qilish kelsimi shu hurmat yuzidan onunga özleri kısıl deyimiz, onun da hürmet bolu deyimiz. Hürmet kılış bu Kur'an-ı Kerim'de buyurulgan bir iş. Bunu hiç kanıqlayın bulmaydı. Ama şirik verip kas bulmaydı. Çünkü muş adam dua kısa, bu şey icabet oldu değil mi? Ben dua kısam icabet olmaydı. O bulmaydı. O nafas olmaydı. Onun üstüge dua kılan adamını hazır asıl degendek aşındaki uğrunu çıkırıp koyuş. Milletniki hatalık hesaplandı, hem bir tarafı şirik hesaplandı. Men addi bir adam, maddi adam diye alamet bir adam, bu dua kısa, bunun duası başkaçı oldu diyendek mandak göz karıştı olsa, bulmaydı. Fakat hürmet yüzünden, benim çoğun hem de yaş cihettim o, ya ki nemi cihettim çoğun, muş adam kısım dese,
onun ergişip dua kılsak o iş kadar olmaydı. Ama şu dua kılan adamı ben dua kılışım gerek bu yerde. Degen mandak özünü mandak tutkan halde dua kılış o hata. Yani o dua kıldı nime yer bir adam dua kıldı nime okşaş. Lakin o yerde özüne Xuda naite nim kılıp cemaat arasında özünü çoğun köstük mandak dua kılışının özü bu hata bir narsa. Emdalıkı dua kılışını duanın gibi oldu emdalıkı duanın bir formülası yoktu. Çok müşkilip dua kılasa deydiğin. Adam özünün içinden çıkarıp kısı bula vurdu ha onu. Bula verdi hem de şu doğru nesini kılış gerek, arlıkı vasıtı koşmaslık gerek. Dua kılışta. Bizde nurgun işler var. Mesela palane burunki bir nemile şeyhla ya ki peygamberle Abba hocamla hocalar degende aşak adamını arlık koşup Xuda ve arlıkta anelki vasıt kılış arqılı anda dua kılgan anda işler bu bulmaydı. Bu şirk katarda oldu. Kur'an-ı Kerim'de bu çeklengen. Abdülkadir Cilani o bu diyendek ha? O insanlar Allah Teala duada bivasıta dua kılış lazım. İslam'da mı şundak? İslam'da mı insanlar bivasıta Kur'an'dan öğreniş lazım. Hiçbir zaman bir insandan ondak öğreniş nememez. Hem de bizdeki hazırki o şaraitimizde hem adam Arapçını tuluk bilmegendeki yani bir adam ihtiyacı var. Lakin o ihtiyaç düşken adamlarımı Kur'an'ın özüne şu Allah Teala diyen boyunca da tercüm kılmaklık. Kılmagandaki andaki nurgu yerde açtı pelpet geplerimi qalgandaki insanlar dinni to'g'ri tushunamay qolgan ishlar aslında kelib chiqyaptilar. Bo'lmasa, mushu hamma narsa Alloh taolaning bo'lgan narsaning hammasi asosan bevosita bo'ladi. Bunda arlıqqa vasıta qo'yish xato. Allah razı olsun. Başka suallar? Hem de ikincisi tövbe istiğfar. Bu yerde tövbe degen tabiatı bu kelimesinin kelgen bu qaytish manasida boludu. İstiğfar keçirish manasida. Keçirim so'rash manasida boludu. Manası ayında. Tövbe istiğfar köpünçe bir yerde keldi. Nima uchun degan vaqtda bir jinoyatdan qaytgan vaqtda inson istiğfar etib, onundan ikkinchi qatim qilmaslik uchun u yo'ldan qaytadigan gap. Şu yoldan qaytqanı tövbe deydi. O qılgan işiniki hatalıqqa qarta Allah'ın keçirim so'rashini yoki insonning keçirim so'rashini buni istiğfar deydi. Yani bu yerdeki narsa nima degan vaqtda istiğfarning o'zida ikki xil istiğfar var. Birisi insondan keçirim so'rash, undan keyin Allah'ın keçirim so'rash. Yani birisi bevosita Allah'ın keçirim so'rash nimalari var. Bu qanday degan vaqtda bir insonniki g'aybatini qilib yoki bir insonni ranjitib gunoh qilgan bo'lsa, insonning g'aybatini qilish Alloh taolo Qur'oni Karim cheklagan. Cheklaganligi uchun u birinchi zulm qilingan, g'aybat qilingan odam zulmga uchirgan bo'ldi. Shu zulmga uchirgan odamdan kechirim so'raydi odam. Bu odam bo'ldi deb u kechirsa o odamning o'zini İkinci kademde o adam Allah'ın keçirim soruş gerek. Ne için bir vakıda insanın acıqanlıq sebebiden insan zulüm kılan, o insanın keçirim sorgan ki insan onun boldu kardeşim boldu hem sen hata kıpsa öttüm. Bu öz Peygamber Aleyhisselam zamanında boğan aşı halkı Hazret Ayşe'nin bir yer kıppağa vakıda Safvan ibn Muattal degen bir adam tögü mündürüp kelgen vakıda aşı bu yalnız qilib bu yer nima ishlar bo'lib ketdi deb birinchi g'aybat qo'la orliqda pishni pasat tergandan keyin andan keyin o'zi nima ayda kechirim so'rashilgan ishlar keyin Alloh taolo nima Oyishani aqlgandan keyin kechirim so'ragan ishlar bo'lgan. Ham demak, shu zulm qilingan insondan zulm qiluvchi kechirim so'raydi. U kechirgandan keyin Alloh taoloniki sen g'aybat qilsang bo'lmaydi deb Qur'oni Karimda "Vala yaqtab ba'dukum ba'zan" degan oyatniki ma'nosiga aslida nima buyruq asosan g'aybat qilmanglar, ba'zanlarni g'aybat qilmang degan buyruq asosan g'aybat qilgan bo'lg'achqa Alloh taolodan kechirim so'raydi.
Hem Allah Teala'dan kechirim so'rashda bu yerda bu so'rabaqanligi shu nima Musa alayhissalomniki ummatlari Bani İsrail qarta bir ayet yani 54. ayette ve iz qala Musa li qavmihi ya qavmi innakum zalamtum anfusakum bi ittihazikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaykum innahu vet-tevvabur rahim degan bu ayeti bayon qildi. Musa alayhissalom Turkiyaga ketgandan keyin o Bani İsrail Samiri degan bir odamniki oqsiga kirib ashunga oltin kumush oltin askarlarni bersa o zaga bir odamniki andan keyin shu uni bir mozaikning shaklida qo'shdi. Qo'shgandan keyin hamda u mozaikning og'zi undaq bo'lgandan keyin uniga bir kavoh bir narsa undaq ko'lisa ovoz chiqibdi, pushtak o'xshashchu. Ko'lisa ovoz chiqqandan keyin o odamlar ashuna cho'qinib ketdi. Çoğunluğa vaqtda Allah Taala nima Musa alayhissalom kelib ularga fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum deydi. Sizlar Rabbingizga tövbe qilinglar deydi. Faqtulu anfusakum. Bu yerdagi faqtuluning o'zini nurg'un o'zi nimilda ikki xil tarjim qilibdi. Ba'zanlar şu cinayetni o'tkazganlar o'zini o'zi o'ltirishga bo'rilgan debdi. Ba'zanlar jinoyat o'tkazmaganlar jinoyat o'tkazganlarni o'ltirsin degan buyruq deb shunday nim qilgan. Bu butunlay xato, ikki xil tarjim xato. Bu yerda tövbe qilish shu ishni qildigan nafsni o'ltirganlikni ko'rsatadi. Ya'ni men bir xato ishni qilgan bo'lsam, ikkinchi o ishni qilmayman deb men tövbe qilganligim, ikkinchi shu ishni qilg'izgan nafsimni o'ltirganlik bo'ldi degan gap. Shu oyatning tarjimasida bek cho'ng xatolik. Ish qilib, uni o'qigan odam gangrab qoldi-chu. Qandaqsiga bir-birini o'ltiringlar deb Alloh nima qiladi, buyruq qiladi deb. Anfusakum nafsinglarni degan anfus. Shu nafsi degan gap qamdi. Nefsi degan gap nefsi o'tgandiki shayton bilan iblis haqida to'xtalgan vaqtida dedik-ku nafs shaytonda. Nafs shayton degan nafsning ezishi degan gap. Shu nafsi insonniki ozgan vaqtida shu Bani İsrailniki nafsi ozgan vaqtida mo'zam cho'qinganda cho'qindigan nafsning o'zini o'ltirib ikkinchi qatam o'zi cho'qinmaslikqa qarta tövbe qilishni bildirdi bu yerda. Doğru. Öyle öldürüp bir adam öldüretkendik ki o adam kadar tövbe kılıp tövbe kılıp üstün bulmaydık o adamdaki. Elbette. Şu bu yerde pektulu enfusekum diyenin özüne nefsini öldü. Biz mi nemede? Bazı adam yaman cık tamak yap gelse nefsini jığa deyimiz bu. Nefsini jığa diyen tört uçutun jığı bugün dastıkanı jıqqanda jıgıp yep koyduğun nersi mi o? Bolduklar tamak yiyişi toxtu diyen gap oldu bu. Mesela. Xuddi shunga o'xshash bu yerdami? Nafsni o'ltirish deganing o'zi yama ish qilishni tamoman shu nim qilish degan gap balki. Qo'l uzish, qo'l yig'ish. Yama ish qilishni tamoman qo'l uzish degan ma'noni bildiradi. Ya'ni bu yerdagi nafsni o'ltirish oyatdagi shu mo'zaq cho'qinishdan iborat bo'lgan nafsni o'ltirishni ko'rsatadi. Ya'ni yama ishning bir turida bu. Shunday. İkinci yani bir ayette yani Sure Hucurat'taki 11. ayetinde ya eyyühellezine amenu la yaskhar kavmun min kavmin asa eyyekunu khayran minhum ve la nisaun min nisain asa eyyekunne khayran minhunne ve la telmizu enfusekum ve la tenabezu bil elqab bi'sel ismul fusuku ba'del iman ve men lem yetub fe ulaykumuz zalimun depti. Bu ayet ne mi dese, misal bir qavm, yani bir millet, yani bir milletni mesxar qilmaslik, ayollarni mesxar qilmaslik haqida bayon qilgan, balki mesxar qilingan millet yoki ayollar mesxar qiluvchidan yaxshi bo'lishi mumkin deb oyatning mazmuni shu. Vala telmizu anfusakum. Bir-birini aldıkayından eyibini aşkarlaydıgan, eyibini açıdıgan bundaq işlerini qılmağın deydi. Vala tenabezu bil alqab. Bir-birisininkine laqam koymağın.
iman aytgandan keyin yomon ismlarni qo'llanish bu yomon ish deb Alloh taolo buni bayon qilyapti-da. Bayon qilib, "Va man lam yatub fa ulaykumuz zolimun." Kimki mushundaq ishni qilgan bo'lsa, u odam tövbe qilmasa, u nima bo'ldi desa, zulm qilgan bo'ldi. Demakki, bir odamga laqab qo'yish, ham laqab qo'yishdagi ikki turi bor. Yaxshi laqab qo'ydigan ishlar bor. Palani Batur, Pustoni qahramon deganga o'xshash bundaq o'zi yaxshi laqablar bor. Undaq laqablarni qo'yish u gunoh hisoblanmaydi. Masalan, G'inovator bizning vatanda deganga o'xshash bundaq o'zi kishilar bor. Bundaq laqabni qo'yish bu hech qanday gunoh hisoblanmaydi. Lekin Bi'sal ismul fusuq deganning o'zi ya'ni yomon laqab. Falan taz, pustani bez, falani o'g'ri, pustan jirtaq yoki deganga o'xshash, falani poqqo'saq deganga o'xshash shundaqlarga yomon laqablarni qo'yish bu o'zi gunoh hisoblanadi degan. Bu amaliyot nima desa zulm qilganlik bo'ldi. Ya'ni shu deyilgan odamga falani o'g'ri degan bo'lsa, o'g'irlik qilmagan odamning o'zi falani o'g'ri yoki falani to'ko degan bo'lsa, shu odamga amaliyotda zulm qilgan bo'ladi. Ama Allah Teala nima deydi? "Va man lam yatub fa ulaykumuz zolimun." Bu ishni tövbe qilishning birinchi sharti boya men degandek, Qur'onning o'zida boya deyilib o'tildi. Birinchi shu zulm qilingan odamdan kechirim so'raydigan gap. Bu odam bu kechirgandan keyin Alloh taologa andikin laqab qo'ymanglar, bir o'sonda yomon laqab qo'ymang degan buyruqqa amal qilmaganligimiz uchun Alloh taologa tövbe qilamiz endi. Boşunda tövbe kılmasa o adamlar nimkan buldu zalimun. Zulüm kılıcı adamlar buldu. Kim geldiyse aşı lakam koyulgan adamlarga zulüm kılan adam buldu. Yani bu yerdeki tövbenin özümü ikinci katım şunda öz yaman lakam koymaslık şart öyle kılıngan nesini devat edemdi. Tövbetun nusuha mı? En iyisi tövbe. Aşağıdaki ma o pektulu enfusakum degen ayetniki asli nemisi ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tövbeten nasuha degen ayetniki mezmunu şu endi. Allah Teala hakikat tövbeni ikinci katım onu tekrarlamaslık katarında şunda çın tövbe kılınlı degen mananı bildirdi. Allah razı olsun. Hem de o tövbenin ikincisi istiğfar. İstiğfar degende kechirim so'rash. Kechirim so'rashga Alloh taolo shundaq o'zi naati nima deymiz endi? Esmalardan bir qanchasi bormi shu? El-G'afur, El-G'affar degandek shu. Shuningga istiğfar bek muhim endi. Endi bizda istiğfar desa namazdan keyin estağfurullah alazim min kulli zembin ve atubu ileyh estağfurullah alazim min kulli zembin ve atubu ileyh deb tasbihni tutib o'tirib shunday istiğfar qaytaq 50 qatim 100 qatim ba'zi vaqtlarda istiğfar kechilligi o'tkazib ayndaq qilgan ishlar borchu. Bu Alloh taolo ko'rsatgan istiğfar emas. Alloh taolo ko'rsatgan istiğfar hech qanday bo'ldi degan vaqtida istiğfar degan asli kechirim so'rash qilgan ishida bir xatolik yo kamchilik bo'lgan bo'lsa shuni qarta kechirim so'rash. Buni so'ra yana Nasr surasi qancha so'ra bo'ladi bilmayman, lekin Izajaa degan so'raning birinchi oyatning 3-oyatiga Izajaa nasrullahi vel fethu ve ra'aytan nas yadkhulun fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika vestagfirhu innahu kana tawwaba. Bu oyatniki tushunimisi Peygamber Aleyhisselam Bedir urushida o'tkazgan xatolik qarta tushgan oyat. Inna fatahnaniki birinchi oyatning 7-oyatigacha shu sur Nasrniki hammasi shu birinchi oyatning 3-oyat 3 oyat hammasi shu Peygamber Aleyhisselam Bedir urushida mushriklarni mag'lub qilgandan keyin 70 mushrikni asirga olib shuni bilan bo'ldi qilgandan keyin Alloh taolo aslida u yerda maqsad nima desa ularni mag'lub qilgandan keyin udul berib Makkani fath qilish. Oxirgi nishon shu de. Peygamber Aleyhisselam shu yerda ishni yerim yo'lda to'xtatib qo'yganligi uchun Alloh taolo mushu
İza Ca'a suresi olsun, İnna Fetehna degan ayet olsun, ikkilisini Mekke buluş kılınışdan burun düşürgen. Şu vaqtda Allah Peygamber Aleyhisselam Mekke kılınışdan burun Allah Teala istig'for etgan mı şu Bedir urushda o'tkazgan kamchiligimning o'zini sen kechirgin deb unuqa nima istig'for etganmi degan vaqtda Allah Teala şu istig'for etishga yo'l qo'ymagan. Nima uchun degan vaqtda mana shu oyatning mazmunining o'zidan chiqib turdi. İza Ca'a Nasrullahi vel Fethu deganning o'zi Allah Teala'nın yardımı kelib fethi, yani Mekke'ni fethi qilish amalga oshgan vaqtida insonlarniki dinga o'zi islom diniga guruh bo'lgan holatda kirganligini ko'rsa. Shu vaqtida, yani Mekke'ni fethi qilib bo'lib, g'albini qazanib bo'lgandan keyin insonlar shu yerga har tarafdan o'zi kelib, bo'ldi endi zodisiniki dinning haqiqatligini bildik. Sen g'alba qilding, endi biz İslam dinini kabul kılımız, bazen teslim olmamız hep geldi. Şu vaxtın özünde dediniz Allah Teala fesabbih bihamdi rabbike ve estağfiruh. Hem de sen Rabbini hamd etişiyle tesbih etip istiğfar et Allah Teala dedi. İnnehu kâne tevvâba. Allah Teala tövbeni kabul kılır. Demek ben ne bir vaxtda günahını koyup, ya koymayıp bir işini koyup, kamlığını bilip durup, o kamyan toşkazmayı durup, nima istiğfar etish Allah Teala'nın dergahida kabul kılmaydı yani. Mesela bir adam 2 rekat namaz o'qiydigan yerga 1 rekat namoz o'qib qo'yib, ondan keyin 1 rekat namozning o'zini kam o'qib qo'yganligini bilib turib, oxirida Xudo ash 1 rekat namozni kam o'qib qo'yibdimi? Mening shu 1 rekat namozni kam o'qiganligim qarta gunohimni kechirgan desa, Allah Teala uni gunohini kechirmaydi degan gap. Nima qilsa? Bu aldılar bir rekat kam o'qigan namozni to'liqlash kerak. To'liqlab, o'z vaqtida men buni o'z joyida o'qiganligim uchun shu gunohimni kechirgan deb Allah Teala'dan bu kechirim so'raydi degan. Yani ma'lum nimaiki inna fatahna deganmi? Inna fatahna 7-oyat qilsak, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ve yutimma ni'matahu aleyke ve yehdiyeke siratan mustaqima deganmiş ahirgachilik. Velillahi junudus semawati vel ardi ve kana Allahu azizan hakima degan mo'shaga geçirdik. Hammasi nima desa, seniki shu nima o'tkazgan xatolig'ini o'tkazish nima kechirish uchun, aniq qilish uchun, butun ne'matlarimizni to'liqlab berish uchun, texnik ularning iymonini orttirish uchun, ishonchini orttirish uchun, mu'minlarni jannatga kirdirish uchun biz bu nimaniki Mekke'niki fethi kılınışını aniq sana o'zi bildirdik deb mayada buning o'zini Alloh taolo payg'ambar alayhisalom buni deyapti. Bu yerdagi birinchi nima kelsa, birinchi oyatdan keyinla liyaghfira lakallohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar degan o'sha oyatning o'zidan shu vaqtdan burun Mekke fethi kılınışdan burun o'tkazgan xatolig'ining borlig'ini Alloh taolo deyapti. Şu öz vaqtda Bedir urushida o'tkazgan xatolig'ini deyapti. Va ma ta'akhkhar deganning o'zi undan keyingi, ya'ni Mekke fethi qilingan orliqda o'tkazgan xatoliklarni deyapti. Şu xatolikni ilgari keyin bo'lgan xatolikning hammasini kechirim qilinish uchun sen birinchi Mekke fethi qilishing kerak degan vazifa topshirdi Alloh taolo. Chunki birinchi maqsad ochdi, sen uni birinchi qadamda ado qilamidi? Şu aşam ameliyatga aylandigandan keyin mendan kechirim so'ra degan gap. Şun bu yerdagi narsa nima desa, istig'for aytishda bir ishni qilgan bo'lsak, u ishni biz to'liq qilolmaganlik sababidan, to'liq qilolmaganlikni biz bilgan vaqtda darhol uni kamiyerning o'zini to'liqlashimiz lozim. Undan keyin qanday qilamiz degan vaqtda Alloh taologa endi bu kamiyerlarni qildim, qolgan yani qilib qolgan yerlar bo'lsa, shunki gunohi olsa kechirsan deb Alloh taolo yolg'irgan narsa degan gap. Olmasa hiçbir zaman hech qanday bir ishni qilmay turib yoki xatoni tuzatmay turib, Allohdan kechirim so'rash asla o'zi to'g'ri ish emas degan gap. Hem işinki üzgüçlük Allah beylep koygan sünnetullah bu içe bulmasa bulmaydı diyen gepler kolu koluna asmanı kötüreple tuğan bilen bulmaydı. Bu kol iş kılış gerek. İş kılıp boğandakin hem biraz kılıp boğandakin ondakin
Doğru. Dua kılımız, günahlarımız yiyip boğandan keyin Allah'ım kechirdi demekçi o. Doğru. Yani dua kılış, istiğfar etiş deganning o'zi Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan usul men bir vaqtda men yuqorqi usul shu. Allah razı olsun. Yani işini toldirish kerak. Dua deganning o'zidimi boy degankidek shu bir narsani bir orzuimizni, ko'nglimizdagi bir orzuni Alloh taologa ifodalagandan keyin orzuyimiz qarta shuni loyiq harakat qilmay turib, u orzuning amalga oshmaydiganligini bilishimiz lozim degan gap. Buning uchun biz duo qilishga bo'ladi, ammo duoga loyiq harakat qilmay turib, u duo hech bir zaman amalga oshmaydi degan gap. Shunga ish qilish kerak amaliyotda. Ammo u tövbe istig'forning o'zimi tövbe ikkinchi qatim qilmaslik uchun qilinadigan narsa. Yani bir yerde tövbe doğruluk. İnnemet tövbetu lillezin ya'maluna su'a bi cehaletin sümme yetubun min qaribin fe ulaike yetubullahu aleyhim ve kanallahu alimen hakima degan ayet var. Bu ayetde tövbenin nimdaydi dese bir adam bir ishning xato ekanligini bilmay qilib qolgan bo'lsa yoki bir ishni qilib xato qilganligini bilmay qilib qolgan bo'lsa yoki bo'lmaydi. Uni bilgan hamon tövbe qilsa tövbe qilish bu qabul qilinadigan tövbe qatoriga kiradi. وَلَيْسَتْ تَوْبَةُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ ثُمَّ يَمُوتُونَ nima? Aş ayet ahirisi yana nima deydi dese bir adam bir o'lguchilik o'zi gunohni qilib yoki u ishni yomon ish ekanligini bilib turib u ishni qilib undan keyin uni endi men tövbe qildim desa o'ldigan vaqtida bu odamning tövbesini Alloh taolo qabul qilmaydi deydi. Shuning uchun tövbeni muş dünyada özümüzün sağ salamet vaxtlarda qılğınımız yaxşı. Onundan keyin o tövbeni qılıp vaqtın tövbemiz tumğanlıq Allah Taala'nın aldida jinoiy hisoblanadi. Firavunninkidek bo'lib qolmasin demekçi o. Firavun shu suvni g'arq bo'lish oldida men Musa va Harunning Rabbiga ishondim deb o'zi iman etdiki Allah Taala el-an degan oyati aşağıda endi ishondingmi deb. Shuning uchun biz jon halqimiz kelgan chog'da tövbe qildigan bunday ishlarni qilsak bu vaqtda kechikkan bo'lamiz. Shuning uchun tövbe istig'forniki Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan usuli men mushundaq. Duoning usulunda bizda tövbe istig'for bo'ladi deymi? Lekin duo bekarab berilgan bir nimalarimiz var. Duoni qilgandan keyin endi ayat boshlamada qaraymiz tanlab işimiz zaten ekip vatandağı ya ki degandekçi, tünü duanın tesiri boldum bolmadı mı degandek. Bunda kılış bütley hata. Duanı kıp koyup lekin o dua bizim işimizni to'g'rilab berdi, bizim işimizni mağdur berdi degan usulda kılış hata iş. Duanı qilib o'zimiz to'g'ri shu ishni mağdurish bu Alloh taolo qo'ygan prinsip. Shuning uchun biz shu bo'yicha ish qilsak to'g'ri qilgan bo'lamiz yani. Yani cennetki layık olan aktif yaxşılama şu. Hem iman etkan ve salih emellerini kılgan. Şu emel daim bir ikili değil mi şu? Bu dua bizde burun tatib o'jagan bo'lg'achqa, shu menik olgan xabarimda o'z vaqtida Chingizxon shu nima O'rta Osiyoni besib, shu qo'rqon xalqini ag'dirgan vaqtda shu yerda necha minglagan olimlar Sahih Buxoriy o'qilgan yerda gap açtaq hamda o vaqtda Sahih Buxoriy bormi yo'qmi bilmaymiz. Lekin duo qilgan yerga nima kirolmaydi, dushman kelolmaydi deb keç gündüz şu dua qilganmish hamda 3-4 ming odammish ular. O Chingizxon g'amida yo'q kibligi ularniki butunlay beshini ep tashlab shu qon daryo bo'lib oqqan degan ashunday gaplar. Demek ki nima degan vaqtida shu 3-4 ming odam qo'li qurolni olib Chingizxonga ravr chiniqib qilgan bo'lsa balkim u yerni besib olmasligi mumkin-di. O unda qilmay aşağıda duoni qilib o'tirgandan keyin Alloh taolaning o'zi ilohiy prinsip insanni o'zi bevosita qutqizib qo'ydigan bunday bir prinsip yo'q. Yordamning o'zini Qur'oni Karimda nurg'un yerda bor. Ela inna nasrallahi qarib degan oyatlar bor.
Qarib deganning o'ziga Allohning yordami yaqin deb, ham duo qilgan odamga Alloh taoloning yordami yaqin, u shu duoni qilsa Alloh tiz yordamni berdi degan ma'noda undaq tarjima qiliqliq. Asli bu tarjima to'g'ri bir tarjima emas. Alloh taolo yordam yaqin deyish maqsad nima degan vaqtda insonniki butun atrofi, insoniyat dunyosi, tabiat dunyosidagi yordamlarni Alloh taolo maqsad qildi. O'zining vujudidagi, masalan, o'zining aqliy kuchi bu yordamlarni maqsad qildi. Shunga Payg'ambar alayhisolamga Badr urushdimi kepalqi bir yerga tushgan vaqtda ya Rasululloh, Alloh taolo bizni mushaga tushishga burdimi yoki sen o'zing ra'y bilan mushaga tanladingmi degan vaqtda men o'zimni ra'y bilan shunday qildim degandan bu to'g'ri emas u vaqtda. Biz bu yerda tursak dushman bizni o'ng'ayli mag'lub qiladi degandan keyin qayerga turamiz u vaqtda degandan keyin bu urush taktikalari bor odamlar u vaqt biz tog'ni qaptilib turayli, oqimiz tog'va o tarafga kelolmaydi, oldimizdan kelsa bir amal qilib ularga taqobil turamiz degandan keyin u tog'ni qaptilib qumliq yerga shu yerga tursa birdan yomg'ir yog'ib ketdi, shuning bilan yomg'irni ko'chasi so'l o'lib, u yomg'ir yoqqandan keyin u qumning o'zi asfaltga bo'lib ketgan gap. Shuni ular dushmanlar u yerda zayka shayga tushib, ala qum to'sib tushgandan keyin shuni u zayyadi degan yomg'ir yog'ib ketsa mang'ulmaydi. Shuni bilan u dushman shuni bilan mag'lub bo'ldi, o'zini uchasi jiqosimi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtida yordam ashtaq narsa degan gap. Mesela Peygamber Aleyhisselam şu vaqtda o'zining ichidagi aqlli odamlar bilan muzokiralashdi ishni birinchidan, ikkinchidan ayda strategik yaxshi o'rinni o'zini tanladi. U o'rinda oq tarafga kelamagandan keyin tog'ning yordami degan gap qo'yadi. O'rinning yordami bilan o'zini qo'g'dab tura oladi degan gap bo'ldi. Alloh taolo u yerda yordam yaqin degandan mening yordamim kelyapti, hozir ham oz qoldi, sizlar yedida hozir deganlik emas. Etrafınıza dikkat kılın, aşağıda siz özellikle yardım kıldığı nesini tapalayışlar diye gel. Şunun için biz Kur'an-ı Kerim'de mi buyrukluq, bu dua ölen, hiç kandak ana bayı diyen ayetin özlümü, hiç kandak bir iş hal bulmaydıqanlığı, hem dua kılsak boludu, lekin dua tuşluk hareket kılışımız lazımlığı. Parmağım şu yukarıdaki Allah Taala ko'rsatgan usulda istig'for aytib, gunohimizning o'zini kechirim bo'lishini so'rasak, Alloh taolo kechirdi inshaalloh. İnşallah. Eğer bayda sını degan nimaga munosabatlik bir nima var? O'sha Hulakku Bag'doddan olgan vaqtida Bag'dodning podshosi tutib berib, shuning bilan onun ayta shu besibetdan oltin shu kesaklar chiqar ekan-da bu kelimdan. Çıkandan keyin bu Hulakku shuning bilan onu iritib, shu og'zidan qo'ydi ekan. Men uni shu qaysi kitob o'qidim, shu Uyg'urlar yozgan kitob shu. Eritib ağzına koydu ki nemişqa dese sen aş altınlarını aş eritip altınlarını heclep bana kural edip bana karşı güreş kılmay sen cenk kılmay. İşte besbetkalık üçün tuyam şununla ağzını toysun dep şu. Hayda kıptiken dep işte tağır taşında ötü dikenim de. Belki rastı yalgandı deken demek ki şu işine caydı kılmadan da hem de şu. Ya dua kılsınlargan yakımız altında besip yatkan. Ben de bolgan diken işte bunu da. Doğru. Ne dedim ma bu şansayın zamanında mı alqı Qashqardagi Veli Bay mı şu adamın özüne? Umar Bay. Şunaki içi altınla yer kuşbayla akitip gelgen aylar rivayet var. O teyber ekletken hem de şu nemen okusak iz romanlarını okusak hem de şu Edem işi sirlik dedi. Netçi küçük gündüz. Netçi 2-3 gün mü aşında altınlarımızı tuşup diken var mıdır? Eket doğan mı biz kaldık yani. Bir de git. O aşağı mesela Vancın kelgen çaldım ama Vancın'ma şu bütün ölümanı çakıra Xudayыңа kılar duayыңа degan gap bor deb anlagan. Arkadaşlar devatdı mı? Misal Vazim şunda değil, kıla şu duayının özünü, kene kutusunu Xudayың depti o, aşağı şeycek. Kim kutusu ne dep ha? Kene kutasını ne? Kene şu Xudayың diyen, demek bu yerki neresi ne mi diye vaqtda?
Eğer insanlarni Alloh taolo bevosita unda zulm chiqayotgan bo'lsa, maqsud deydigan ish bo'lsa, bu Alloh hech narsa emas u. Shu sekundning ichida qutqizadi uning o'zini. Ammo bizniki insonlar bilish kerakki, Alloh taolo bu dunyo imtihon dunyosi bo'lganligi uchun Alloh taolo hech bir insonni qutqazmaydi. Her inson o'zini o'zi qutqizadi. Her millat o'zini o'zi qutqizadi. Qutqizgan narsa nima degan vaqt duo emas, amaliy harakat qutqizgan narsa. To'g'ri yo'l bilan bo'lgan amaliy harakat qutqizadi degan gap. To'g'ri. Undaqda duoga aloqador bütün rivayetler, hikoyatlar, misol Ashab-ı Kahf'ninki hikoyalari, andan keyin g'or ahli deydigan 3 kishining hikoyasi, bular haqida nima yo'q, asos yo'q, bular hamsi uydurma. Ya ular duo qilganlik to'g'riliq nima bor, lekin u duoni qilib qo'yganlik bilan ular ashunda mukafot deganlik emas, uchun. U yerdagi narsa ularniki qutulishiga u duo sababchi bo'ldi degan bir narsa yo'q u yerda. Hem insan bo'lgandan keyin masalan, beşimiz egri kelgancha, Xudo bizga yordam qilsam deymiz o. Shunday bir gap degan gap. Ammo Xudo bizga yordam qilsam deganlik bilan Alloh taolo qolgan ishini aytibdi, unda qilib berilgan bir ish yo'q degan gap o. Agar o'zi musulmonning insonga yoki musulmonlik yordam qildigan ish bo'lsa, shu 1258-yili shu Lagoning o'zi Chingizxonniki avlodi Nemenin özüne Bağdat'ı besibib, qancha 10 minglagan odamni qirib, aşağıda shu kitobxonlarga o't qo'yib, necha kunduz kuyib tikan shu vaqtda. Ular emas, ular O'rta Osiyoda u yerga to'kayotgan qondiga haddi hisobsiz. Shu vaqtda Alloh taolo shu musulmonning qani to'kkan vaqtida ko'rib shuni biladi oshnamizni. Bu yerda narsa nima desa, payg'ambarni biz tushunishimiz kerak. Payg'ambar alayhissalom, butun payg'ambarlar shu. Nima uchun putlar qanab ketadi, nima uchun tishlar tushib ketadi misol. Shu kafirlarniki tashlari og'ziga tegib shu tishlar tushib ketadi. Nimishqa beshiga qilich tegib ayolqi beshidagi dubulga simlari beshiga kirib ketadi shu vaqtning o'zida. Payg'ambar alayhisalom ko'pirtib yetib Xudo duo qilishni bilmabdi. Demak ki bu yerga narsa nima bo'lsa, Alloh taolaning bizga bergan bir narsa bor. Va hozir keyingi nimada Allah'ın kitabı. To'g'ri yo'l ko'rsatgan. Qolgan narsa hammasi bizga Alloh taolo tug'ilgan chog'da bergan narsa. Aql, dunyoga loyiq, to'g'ri kelgan darajada kuch-quvvat, mush narsani hammasini Alloh taolo yaratgan vaqtida insonga bergan. Endi insonning texnika to'g'ri yo'lga, to'g'ri ma'nosida Qur'onni berdi. Biz shu Qur'on ko'rsatgan yo'l bilan aqlimizni yaxshi ishlatib maqsad g'alaba qilamiz. Nima uchun men bunday deyman degan vaqtda Alloh taolo deydi o'zini. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya ve bil ahiret diye ayeti var Kur'an'da. Allah Teala dünya ve ahirette hakiki müminlerin özünü ispat kıldı. Hakiki müminlerin özünü kavli sabitleri, kavli sabit bir ne dese Kur'an-ı Kerim bizdeki hazır kolumuzda bir Kur'an-ı Kerim'i eslip mağan insanlar şu an Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'ın zamanı galiba kılan mı? Kılan. Galiba kılan. Aşının özünü kıyamette bizge ispat kıldı Allah Teala. Mene Kur'an'ın özünü asas kılıp mağan Müslümanlar şu an galiba kılan sen aşının asas kılmağanlığı için sen mağlup oldun deydiğin gibi. Bu aldığımız tecrübede ötken kitap bu. Hem o biz hazır galiba kılamazsın biz Müslüman bulup durup nimiş galiba kılamayız? Dep o Nurga Adem deydi o. Biz Müslüman bulup durup galiba kılamazlığımız Müslüman bulup durup Kur'an'a ergeçimlerliğimiz var. Hatta Müslüman yani. Ayetin bağı bu doğruluk. He. Benim ümitim Kur'an'ı terik kıldı diyen doğrulukçu. Demek ki bu yerdeki mesele ne diye vaxtda Kur'an esildim depleken yana Kur'an'da her nesne öz cayda, öz layıqda orundaşını özünü boruydu. Öz vaxtida orundaşını boruydu. Şoňa her nesne vaxtida orundaşını vaxtida kılışını hem biliş lazım. Mesela cihat dese ne etil cihat kılsak bolup dep cihat kılışını onda düşünüveriş o hata nersi diyen gibi. Özlerinin düşmanı karta cihat kılırsa, özlerinin düşmanıge özü takabül turalıqda bir halette şekillendiriyor vaxtda kılırsa. Beriblekin cihat kılsa mı boldu, ölsem cennet kirim derlekin, cennet kiröleş niyetine cihat kılan adam cennet kiremaydı o. Bu yerdeki məqsəd ne diye vaxtda? Məqsəd galiba kılış oluş lazım. Düşmanın üstünden galiba kılış oluş lazım.
cennet kirveliş olması lazım. Çünkü biz düşman üstünde galbi kılgan vaqtida nim boldu degan vaqtida Allah'ım razı oldu, cennetke mi kiremiz, sevabım berildi. Ama o cennetni arzu qilib, hiçbir peygamber Kur'an-ı Kerim'nin içinde o birinci qo'yilgan şart, cennetke kirish shartini qo'yilgan emas Kur'an-ı Kerim'de. Nim qo'yilgan degan vaqtida taqvolik qo'yilgan Qur'onda. Taqvolik degani xato qilishdan saqlanish. Yani her qanday bir ishni xato qilishdan saqlanish. Yani to'g'ri qilish degan gap. İşni to'g'ri qilgan vaqtida, to'g'ri ishdan nim bo'ldi vaqtida Allah razı bo'ladi, shundaymi yoki? To'g'ri ish qilsak Allah razı bo'ladi. To'g'ri ishga jannatmi keladi? To'g'ri ishga savobmi keladi? Yani bir to'g'ri narsaning o'zini xato o'rinda, xato vaqtda qilish, u xatolik degan gap. Peygamber Aleyhisselam Mekke'de çıkaydı oturga, ölsem şehit kodep lekin, öldürüyatımız degan vaqtida maydonga chiqib lekin qilalaydı Peygamber Aleyhisselam şunu. Nimişqa u yerda qilmay, asla ular o'qitmay ketib qoldi Madinaga. Chunki u vaqti emasdi. Uning uchun ketib qoldi Peygamber Aleyhisselam. Chunki Peygamberning bütün maqsadlari nima desa, düşmanning ustida g'alaba qilish. Allah'ın adaletini dünyaya tiklaş için düşman üstünde galip kılgan gap. Galip kılgan ki adalet tikili oldu. Şu vaqtda Allah'ın dini şu yerda o'ziniki namoyandasi qildi degan gap. To'g'ri. Mishada bizning anaqa bizga jiq singdirib o'tilgan mashhur kuchli ideyalardan sabab bizning natija Allah degan tilak bizdan İcabet Allah'tan degan o'xshash juda iboralar borda. Bularni qanday tushunish kerak unaqa? Bu asli o'ncholar bir to'g'ri bir narsa emas-ku. Sabab bizdan zafar Allah'ın depmi? Aşağıda deymi? Sabab bizdan natija. Natija Allah'ın. Bu natija ishga qarta bo'lgan narsa bu. Ay degan o'xshash buğdayni yaxshilab o yerga ishlab tersak, hosulni yaxshi berdi o, netincha hosul o. Bu shunga o'xshash bu yerda netincha o'zi aşağıya ishlagan odamniki ishligini qarta bo'lgan gap. U ishliginimiz to'g'ri usul bilan ishlasak, u biz ajrga Alloh taolo u yerda o'zi bizga savob berdi misol qiyomat kuni. Biz to'g'ri yo'lda qilganligimiz uchun uni savob bo'ladi misol. O yani özünü biz mesela urushqa vaqtning o'zida to'g'ri usul bilan shu to'g'ri strategiya belgilash lazım, to'g'ri usul, to'g'ri o'rinni belgilash lazım, to'g'ri insonlar bilan ya to'g'ri davlat bilan munosabat qilish lazım degandek shunday nurg'un sohada nim qilib sharoitni hozirlab, undan dushman qarshi hujum qilgan gap. Bu yani turib lekin 1000-2000 odam biroq lekin berib lekin zodi o'lsak shehidkamiz, qolsak g'ozikamiz deb berib qilsa, u vaqtda özümüzde pervanı o't kurgan bolumuz başka iş qanday o'zining netinchisi olmaydi. To'g'ri. Kalamlar kelgan unutib qoldim. Boshqa savollar bormi ekan Ahmet efendim? Ben ko'ramadim ekran. YouTube'dan bir 3 savol tushdi, ammo birisi namozga aloqador tushdi. Uni namoz temisi kelganchalik deymiz deyishdi. Bu Ramazon yana bir savol hamda dua ve istig'forninki to'xtama men chiqaray. Dua ve istig'forninki zaman makon bilan bo'lgan munosabati bormi? Masalan, dua muhil ibodat deb tushundirdi va shundan birga uning hamma ishning bir fasli va zamoni va makoni va degan o'sha ma dua ijobat bo'lgancha ma andar kun degandek zaman makonga aloqador bog'lashtirib tushuntirilgan ta'bir qilgan yerlar bor ya, shunga nisbatan bir tushunish berildi. Vallahi Suallar nisbeten uğruğa nisbeten Mevlat namazıga yakın Allah her şey şükür almış o bu deyilganmadan gap var. Şunu bilmek şu diyeyim. Yani kas zamanda olsun, kas makanda olsun, bir zamanda bir makanda kılıç kıldanında bir nes belgilengen mi demekçi bu değil mi? Ya kadar duanın zaman makanı var dediğin fikir çok var. İki multizin oldu kılgan dua icabet mesela. Anadan keyin cuma günü kılgan esirden keyin kılgan dua icabet mesela.
Yo'q. Dua tekbir ile ezanın arasında kılgan dua icabet diye okşaş. Mesela Zaman esir. makana bağlaştırıp Ehe. icabet bulduğanlıkını düşündürdü o. Mada çöndürde taçıl esir vakti da perişteler ismini almış. Aşırı O doğru işte. Undaq bir belgileme yok Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü o dua degende insan bir ishga duch kelgan vaqtida yoki bir ishga orzu qilgan vaqtida qilinadigan narsa. Bu orzuning o'zini shu vaqt kechiktirib, undaq o'zi qilishga hojat yo'q. Istig'forning o'zini qanday vaqtda o'zining xatoligini bilgan hamon istig'for aytish bu lozim. Falon vaqtda pustani yerda yo pustani oxinim orqali degandek bundaq qilish bu butunlay xato. Shu qachon xatoligini tuğunide şu aman Allah Teala istig'for aytish bu şu istig'forning vaqti hisoblanadi. Mesela Mekke'de dua kısa mançılık sevap, o yer işte icabet olamış, yılığı bu soğuğa deyilgen gepli var mı? Ya bu hemen yılgan gep. Bu nemede, bu dinde makan zamandaki hiç qanday halka nemesi yokçu, tehmik yokçu. Çünkü ötkende bir nemede toplu bir talaş tartışı oldu. Haram aylar doğrulukta. Onunla şu halal haram babı kelgen çağda deymiz. Ama haram ay diyenler ayının mı haramı olamdı mesela. Kur'an'daki şu ayetini doğru tercüme kılmadık eşlik ne çıkıdığan gel mesela. Haram ayla, haram vakit, haram uğrulla mesela. Haram ay diye haram vakit demez vakitte. Bu haram kıldığan nersini ayda insan onun ehemmiyet vermey, onun vakitinin özünü belgili vakında onun. Aşındak nersine insanlarınki kallısını kaymuktırdı mesela. Şuna istig'for, tövbe deymiz, dua deymiz, bunu hiç qanday belgilengen falan vaqtda qısı boldu, falan vaqt qısı bolmaydı degan undaq bir vaqti yo'q. Ama namazning o'zini dua deb qaraydi. Namozni kun chiqib atgan vaqtida, kun jim tushgan vaqtida, kunning yerimi o'ltirgan vaqtida namoz o'qisa bo'lmaydi degan bir so'zlar bor. Bu namoz o'qisa harom bo'ldi degan ma'nodagi ish emas bu. Bu namaz xos vaqt tava namoz bo'lganligini belgilanmaydi degan gap. Lekin Qur'ondagi oyatda namaz vaqti bilan farzdir degan gap. Vaqti belgilangan ibodat degandek. Belgilangan ibodat. Kun mayni qarilgandan boshlab degandek jim tushgan vaqtida yo tushdan burungi tava emas, yo tushdan keyingi tava emas misolda. Unda bo'lgandan keyin o'tirdiki vaqti boshqa Təvəlligi eniq olmaydı. Onun için sen maynağı ötken vaxtında qıl o namaz deyen gep. Bo'lmasa mesela nafil namaz o'qish kelsa, kun jim tushgan vaqti olsun, kunning yerim o'ltirmagan vaqti olsun, buluverdi. Hech qanday problem yo'q. Qur'onda namozdan to'sigan hech qanday bir oyat yo'q. Ondaqda dua ve istig'forning zaman makan bilan emas, balki şu zaman makanda elip bağlan iş hareketler münasebeti vakinde. Elbette, en doğrusu. Çünkü Allah alakı bizimki güren doğrumuzda mı yakın bizge çok? Bazı ustazlar ona alakı sınır uçları da yapıyor alakı bizimki nimelerimiz var, niriplerimizde mi yakın hem de çok? Ayda tercüme kılalı var, makale yazılımda. Nayet ben nime kıldım. Şu Allah her zaman biz ölen birge. Biz nime kılalayımız. Şu ataydım. Ben şu Mekke'ye verip dua kılıp bilip kessem, de bir kümelep kessem, cennetke şuma girip gitemem deydi. Bunun bir zaman makamla nime kılır işin uzunu doğru emez inşallah. Onda ustaz bugünkü dua ve istig'forni sebep kanuniyetlerine uygun kılgan iş emellinki layıqtigi qarta kılıngan özür hali desek bulamdı. Ama istig'forning o'zi maxsus xatolik o'tkazgan xatolik qarta kılıngan narsa Peygamber alayhisalom şu bayman degandek Badr urushida o'tkazgan kamchilik xatolik desak bo'ldi. Shu xatolik qarta Alloh taolo o'zining gunohini aytdi. Gunoh degan xatolik o'tkazganda bo'lgan narsa. Şu o'tkazgan xatolik qarta belgilagan
belgilengen narsa. İnsan hatalık ötkazgandan keyin hatalık tuğulgan hamon Alloh taologa tövbe qilib istig'for etish bu belgilengen. Hem duanın özü o insan halga vaqtida dua qilsa bo'ladi. Ama o dua bilenla işini hal qilma demeslik lazım. Bu hata. Doğru. Duasız mı işini hal qilib bo'ladi, ama dua bilenla hech qanday ishni hal qilolmaydi. Ameliyat bo'lmasa. Okey. Mesela dünyada nurgulluğun millet var. Dua qilmaydi. İşleydi. İşi amalga oshirdi. Nima uchun degan vaqtda amaliy ish o maqsadni amalga oshirib bo'ldi amaliy ish bilan. Ammo faqatla bu duoning o'zi o'zining Parvardigorini unutib qolmasligi uchun shu Allohga o'ziniki ko'ngilni izhor qilish uchun qilinadigan bir narsa. Ortiq hech qanday bir narsa bo'lmaydi endi. Bu ılıqı Akasınlı garip devletler yaşavatısıyla ılıqı bu dua degen arzu. Bu arzu degen ılıqı kalbni nima qiladigan, harakatga keltiradigan nurg'un ishlarni vujudga chiqarish uchun avvalo bu arzu, dua, tilak ondan narsa demek muhimchi. Ümit qilish. Qalbni programmalash, qalb xaritasi deganda kitoblar bormi uchun. Onun uchun maxsus shu duo qilish, yaxshi niyat, yaxshi nima bilan arzu bilan bo'lsa, odamning atrofida shu yaxshi narsalar nima qiladi degandek. Mana gapni borg'amda. Tamam. Mali emden şu undaq arzu armanlarını ma devlet süpütülenip qavaqda undaq 1 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık ayında plan qilib yazıp ekançu. Mana bu bizniki qildigan arzu armanlar şu aşının qarta harakat qildi bular. Biz 1 saatdan keyin qildigan aşqımalıqı plan qilib bo'lamagandan keyin asli şu qilmoqchi bo'lgan plan asli bu nemachu? Ben mandak işini qilmoq degan bir planning o'zini bir ko'ngil arzusini ifodalash xolos degan gap. Bayatan sizlar ma'volikqa Allah bevosita insonlar bir ish to'g'risida yordam qilmaydi deyish shakldagi bir ibora qo'llanlar. Shuning qarta suruf fildagi Allohning qushlarni avatib payg'ambar yordam berganini qanday tushunamiz degan bir savol chiqdi. Allah. O gapni deb shu fil so'zini maxsus bir kun to'xtalsak bo'ladi hamda u ajraqilamiz. Asli u yerdagi masala shu fil nima ababil qushlar kelib toshni yog'dirib olni beshiga anda o'ltiryapti degan deb tarjima xatochi aslida. Uni shu bob kelgan vaqtda maxsus to'xtalamiz xudoyim bo'lsa. Tamam. Ajraqildi. Unda savol tugadi. Rahmat. Allah razı olsun, rahmet. Şu bir yarım saat, bir yarım saat oldu. Az kaldı, 4 minut kaldı. Gayet yaxşı, şunda tetimlik ilerisi oldu. İnşallah. Bir xulos şekil ixchamlab bersa yaxshi. Dua endi bay degan kedak. Bizniki qilmoqchi bo'lgan bir arzu armonimiz. Uni ma o hozirgi davlatlar plan deydi. Aldın ala tüzülgen planı misal devlet karta hem şahsiyle özündeki her adam özündeki bir arzu armağanı katarda isavlısı buldu şunu özünde eylemdi. Buna devam insanlar her kandak arzu armağanını kılışka buludu. Hem bu arzu armağanını kılıp kuda anıvegin manıvegin dep koyup onu kılmazlık o işindeki emel geçişle iş kandak özü yarmaydı yani. Yani kuruk dua bilen hiç kadar işini kılıb olmaydı. Hiç kadar işini emelge aşırılıp olmaydı diyenge. Yani emelge aşırılığa neresi neyim o dese? Emeli hareket. Ama tövbe istiğfar diyenin özü insan bir hatalıqını ötkezgendeyken o hatalıqını işkinci qatım qılmaslık. Ya ko'may hata işin tüzüp olup, onundaki özü hata qılanlık qarta, öz vaxtı hatalık qarta Allah Teala'nın keçirim soraşının özüne onu istiğfar de qaraydı Kur'an-ı Kerim. İstiğfar ettiği vaxtda namazını keliniz, estağfurullah aleyhim derken 3 rekat dep qo'ysa istiğfar bo'lmaydi o. Qilgan ishini maxsus o'zi esiga ep turib, shu xatolikni esiga ep turib, uningdagi o'zi Allohning so'rag'ishi bo'lsa, agar o'zi bir odamga azob berib qo'ygan bo'lsa, shu odamga meniki shu sen mana azob berib qo'yibdikanman, Moşunun özünü sen keçiyorsan adaş dep onu keçirip soruşup ötüp onundakin azap belgini karta insanlar bir yüzük azap esi bombaydıgan Allah Teala'nın prensibi bu
bu prensip əməl qılmağa qarta Allah Taala'dan istiğfar, Allah Taala'dan kechirim so'raydi. Yani bunda qilish o'zi Qur'oni Karim ko'rsatgan tövbe istiğfar ve dua. Yani muşu usulda bo'ldi, Qur'oni Karim ko'rsatgan usul mushu. Allah razı olsun, rahmet. Ana olsa biz keyinki sanda, yani 21. sanımızda görüşükçe Allah emanet olunlar, rahmet ustaz. Bir daha da ikramına ve rahmet. Allah'ın özgü emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam. Allah berekatuhu.